Odamlar tunnel oxiridagi yorug'lik deb ataydigan fenomenga hech qachon ishonmaganman. Odamlar o'limga yaqin bo'lgan voqealardan uyg'onganlaridan so'ng men yorug'likni ko'rdim, deb yuzlaridan sovuq ter dumaladi. Shunga qaramay men mana shu taxminiy tunneldaman. Lekin men qanday o'ldim? Esimda qolgan oxirgi narsa xonamda yolg'iz edim. Yuqoridan shaharga qaradim. Undan keyin karavotimda yotganimda tanam og'irlashdi. Zaharlandimmi? O'ldirildimmi? Shunday deb o'ylasam, mening o'limim istaganlar juda ko'p edi. Hammasidan so'ng Ahiri, men qirol edim. Qanchalik o'limimni aniqlashni istasam ham, endi bu haqda hech narsa bila olmayman. U bilan birga borishdan boshqa iloj yo'q. Oxirida qanotli go'daklar bor bo'lmasa, yaxshi bo'lar edi. Tabriklayman, janob va xonim. U sog'lom bola. Men hozirgina tug'ilganmanmi? Uni biroz ushlab turing, azizim. Ko'rmayapman. Bu tunnel oxiridagi yorug'lik ayolnikidan o'tayotgan yorug'lik ekanligini angladimi yo'q? Bu muhim emas. U chiroyli. Uning sochlari bor. Qayerda bo'lsam ham men bu tilni tushuna olaman. Bu yaxshi belgi. Onalik mehriga sinib ketgan yorqin va mayin tabassum. Uning naqadar go'zal, naqadar maftunkor ekani haqida o'ylamay ilojim yo'q. Unda sizning ko'zlaringiz bor, azizim. Kuchli jag'i va qattiq o'tkir qoshlari bilan u qattiqqo'l va jiddiy odam bo'lishiga aminman. Salom, kichik san'at. Men sizning dadangizman. Dada deb ayta olasizmi? Rey, u endigina tug'ilgan. Hech qisi yo'q. Men atrofim yetarlicha oddiy ko'rinadi. A, nima? Qayerdaman? Haftalar asta-sekin o'tib ketdi. Onam Elis muloyim va mehribon inson bo'lsa-da, oila jilovini mahkam ushlab turadi. Mening otam Reynolds ishonchli va xarizmatik odam edi. Agar siz uning vaqti-vaqti bilan bolalarga o'xshashligini e'tibor bermasangiz, men mehribon oila tug'ilganimga shukur qilgan bo'lsam-da, hayotim qiyinchiliklarga to'la edi. Men buni hatto dushmanlarimga ham ravo ko'rmas edim. Mening oyoqlarim ustida kichik buyruq va bu tana qamoqxonasi bilan birga kelgan tana funksiyalarini ham nazorat qila olmaslik. Balkim yillar davomida ruhiy mustahkamlik shohligimda vatanim vakili sifatida sayqallangandir. Va bularning hammasi tush ekan, degan so'nmas umid meni aql-idrokdan saqlaydigan yagona narsa edi. Men o'tmishga ancha arxaik davrga ko'chirilgandek tuyuldim. Ilgari odamlar odatda qurol olib yurishganmi? Shamlilik uchun ajoyib elissizlar, faqat ikkita mish. O'ylaymanki, dori sifatida otayotgan shubhali ko'rinishdagi suyuqliklar qonuniy ravishda sotiladi deb taxmin qilishim kerak. Mening kichik san'atim, charchagan bo'lsang kerak. Endi uyga qaytsakchi, erimga 3 ta eliksir beraman. Oldingi hayotimda men shoh bo'lganman. Men qo'shinlarni boshqarardim. Butun dunyo mamlakatlarining vakillaridan ustun keldim. Shunga qaramay mening barcha yutuqlarimdan men hech qachon o'zimga mag'rur bo'lmaganman. Sen emaklay olasan, bolam? Rey, bu burchakka boshini urmasligini ishonch hosil qiling. Mayli, siz uchun o'sha jahonga yaqinlashishni to'sqinlik qilasiz, javonga. Ay, Art, bolakayning ismi. Birinchi qismda san'at deb kelibman, uzr. Bu tarjimonlar nimalari? Voy, qarang, Art. Ko'zguda o'ziga qarayapti. Voy.
Oradan oylar o'tdi va men hali ham yangi ismga o'rgana olmayapman. Sobiq qirol sifatida Art men uchun juda yoqimli. Garchi bu yerda o'zimga qarab tan olishim kerakki, men judayam yoqimliman. Ehtiyot bo'ling, kelajakdagi ayollar. Yurak xafa bo'lishga tayyorlaning. O'pdi. Shirin tushlar ko'r, mening kichkina Artim. Hm, missiyani boshlang. O'rnatish, tashlash. Hm, shovqin. Ham. Endi Elis meni uxlab qoldim deb o'ylaydi. U meni tekshirish uchun qaytib kelishga taxminan 1 soat vaqt bor. Manzilga yetib borish mumkin. To'liq tezlik oldinga qarayapti. Muvaffaqiyat. Hmm. Bu joyni topganimdan beri men har kecha ko'proq ma'lumot olish uchun yashirincha kirib kelaman. Bu dunyo haqida. Xarita. Dikkatin, men tug'ilgan qit'a 3 ta yirik qirollikdan iborat. Elonoir, o'rmonning chuqurligidagi elflar shohligi. Davr, Darv, ulkan yer osti shohligi va mittilarning uyi, gnomlarning uyi. U Sapin, insoniyat shohligi va osongina eng ko'p aholi yashaydigan mintaqa. Dunyoda ham, mening oldingi dunyoyim ham monarxiya tizimiga ega edi. Lekin bu yerda hukmronlik qozonilgandan ko'ra o'tib ketadi. Men bu dunyo mening eski dunyomga nisbatan ancha rivojlanmaganligini erta angladim. Lekin texnologik taraqqiyotning yetishmasligi sababini tushundim. Oh, mana, sehr tufayli. O'ylaymanki, bu mening to'xtagan joyim. Mening eski dunyoyimga amaliyotchilar qat'iy mashg'ulotlar orqali tanalarini va qurollarni mustahkamlash uchun foydalanadigan ki deb nomlangan hayotiy kuchga ega edik. Bu dunyoda mana deb nomlangan shunga o'xshash kuch bor. Mana. Manani boshqarish kuchi asosan genetikdir. Taxminan 100 boladan 1 nafari bunga ega. La'nati teri toshmasi. Baribir mana turli usullarda ishlatilishi mumkin. Ikkita keng tarqalgan usul kuchaytirish va sehrlash. Augmentlarda o'z tanalarini mana bilan yaxshilaydi. Bu ularga ajoyib kuch, himoya va chaqqonlikka ega bo'lish imkoniyatini beradi. Biroq ularning zaifligi cheklangan doirada yotadi. Sehrgarlar tashqi dunyo mana chiqaradi. Bu ularga atrofdagilarni o'z xohishlariga ko'ra bo'ysundirishga imkon beradi. Biroq ular o'zlarini mana yordamida tashqi dunyodan mana bilan to'ldirishlari kerak. Afsun. Mening onamni ular deviant deb atashgan. Aniqroq aytganda, emittent. Ular noyob tiklovchi, mana chiqarishga qodir sehrgarlarning noyob turi. Ushbu kitobga ko'ra, sehrgarning birinchi uyg'onishi erta o'smirlik va kech o'smirlik yillari o'rtasida sodir bo'ladi. Ularning mana yordam yadrosi namoyon bo'lganda, mana yadrosi g'ayritabiiy darajada o'xshash edi. Oldingi hayotimdagi ki markazini yaratish uchun bolalarga meditatsiya qilish va tanalarni tarqalgan ki parchalarini his qilish va ularni bir joyga to'plash o'rgatilgan. Ajablanarli. Bu ishlayapti. Bu tutdi. Mana Art meni shunday tashvishga solmoqda. Oh, azizim, nafas olishga muammoga duch kelyapsizmi? Ona, men bu dunyodagi eng buyuk sehrgar bo'lish uchun sayohatimni boshlamoqchiman. Meni ich qotib qolgan go'dak deb ko'rsatmang. Vau, menimcha sizga hech qanday muammo yo'q edi. Taglikni almashtirish vaqti keldi. Ma'lum bo'lishicha, diqqatimni jamlaganda men tagligimni iflos qilganman. Xullas, Appa kundalik yozyapti. Bolasining to'liq ismi Artur. Ota-onasi qisqartirib Art deb chaqirishadi.
Tarjimon. Tarjimon normalni qiling. Xo'p, Botirmoqda 2 yildan sal ko'proq vaqt o'tdi. Shunday bo'lsa-da, men har kuni o'z chaqalog'im haqida ko'proq va ko'proq narsalarni o'rganayotgandek tuyulaman. Men shunday xulosaga keldim. Ha, bu Artur eng yoqimli chaqaloq bo'lishi kerak. O'zining kichkina to'q qizil sochlari bilan va menga deyarli aql bilan qaraydigan moviy ko'zlar. Agar men qattiqroq qo'l va ishonchli ona bo'lmasam, kelajakda u muammoga duch kelishi bilaman. Men Reyga tayanishim mumkin emas. Hmm? Ha? Hmm. Xudo haqqi, men uni chaqalog'imga qanday jang qilishni o'rgatmoqchi bo'lganini ko'rib qoldim. Hmm. Va bu o'sha paytda zo'rg'a emaklay olardi. Hmm. Men bir narsani payqadim. Artur Ashper markaziga kichik savdogarlar maydoniga borishni juda yaxshi ko'radi. Shunday qilib, haftadan bir yoki 2 marta oziq-ovqat xarid qilishdan ko'ra, biz har kuni shahar markaziga boramiz. O, porlash. Men uni buzmayman. Bum. Uyda va ta'lim maqsadlarida, ya'ni ozuqa bo'lishi kerak. Artur juda tez o'sib borayotganiga qarab, u katta bo'lganda qanday bo'ladi? Uning otasi Rey bo'lgani uchun men uning sarguzashtchi bo'lishiga qiziqishiga shubha qilmayman. Lekin men tashvishlanmay qololmayman. U sarguzashtchilar sifatida katta bo'lishga umid qilayotgan sodda yosh o'smirlardan yaxshiroq bo'lishini umid qilaman. Qani edi? Uning o'qishga yashirincha kirib borib odati haqida nimadir qila olsam. Men uning beshigini kabinetga ko'chirmoqchiman. Ammo bu boshqa kun uchun. Xo'sh. Boshqa dunyoga bir marta qiyin sayohat qilganimdan beri taxminan 2 yil o'tdi. O'shandan beri men ko'p narsalarni o'rgandim, lekin har kuni yangi narsani o'rganish juda qiziqarli. Puji. U bir necha daqiqadan ko'proq vaqt davomida nimadir aytmoqda va diqqatini jamlagan. Ko'tarilmoqda. Qiziq, u qanday qilib narsalarni sehrlaydi? Sizning dadangiz ajoyib, ha? Bo'ldi, shumi? Kamroq harakat bilan jismonan tashlanishingiz mumkin bo'lgan narsani o'chirish uchun maksimal konsentratsiyangiz 3 daqiqasi? Yo'q, nima dedi bu? Otangga qarayapsanmi? Xudoyim uchun u yana oldingi holiga vayron qildi. Tarjimani yaxshi qilsangiz bo'lmaydimi? Men otamning ko'payishchi ekanligini juda erta bildim. Mening ma'no yadroyim uyg'onganida nima bo'laman deb o'ylayman. Voy uribdim. Fu. A. A. Ko'zlaringiz yarmi yopiq, bolam. Kimgadir uxlash kerak ekan. Ha? Ona, kitoblar. Hozir emas, azizim. Bilasizmi? Uxlash vaqti keldi. Balki keyin. Xo'sh, onam kitoblar. Nima deganim? Kitob o'qiydiganim. Nima u tarjima? Mayli, yaxshi. Siz o'qish xonasiga biroz o'ynashingiz mumkin. Men mehribon ona emasman.
Uning yoshidagi o'g'il bolalarga ko'p o'yin kerak. Men esa xonani to'sib qo'ydim. Bu konstitutsiya emas, buyuk jangchi o'z arsenalidagi barcha qurollardan foydalanishi kerak. Hmm. A? Yo'q. Otang boshqa daraxtni qulatmagani ma'qul. Men tezda qaytaman, Artur. Bu dunyodagi to'plangan bilimlardan tashqari mening eng katta yutug'im mening mana yadroyimni shakllantirishdagi muvaffaqiyatim. Men so'nggi 2 yil tanamdagi 10 minglab mayda mana bo'lakchalarini harakatga keltirdim va ularni mening quyosh pleksusim yaqinida to'plash nima uchun bu o'smirlik davriga qadar tabiiy ravishda o'sishi mumkinligini tushunaman. Bu parchalar tanamning markaziga qanchalik sekin tortishayotganini ko'raman. Bu mening tanam uchun ham, ongim uchun ham mashaqqatli vazifadir. Lekin bu 2 yil behuda ketmadi. Men deyarli uddaladim. Ha. Faqat oxirgi parcha. Bum. Hmm. Yaxshimisiz, azizam? Art hali ham ichkarida. Ha? Yoryapti. Ha? Ren Reynolds, nima bo'ldi? Siz men bilan hazillashgan bo'lsangiz kerak. U hatto 3 yoshda ham emas. Ammo allaqachon. Ha? Voy, o'zimni ajoyib his qilyapman. Shunday qilib, mana yadrosiga ega bo'lish nimani his qiladi? Hatto daraxtlar ham yashiroq ko'rinadi. Daraxtlar? Bu daqiqa kuting. Nima? To'pig'i bizga hujum qilishdimi? Bir podshohning uyini buzishga kim jur'at etdi? Uyimizni qayta qurishdan tashqari o'tgan yili ko'p narsa sodir bo'ldi. Onam bilan birga menga o'qish va yozishni o'rgatmoqda. Men mana manipulyatsiyasi va kuchaytirish asoslarini o'rganyapman. Dastlab mening tanam sparring qilish uchun juda kichik bo'lgani uchun biz asosiy ta'na mashqlarini bajardik. Ko'p o'tmay dadam nihoyat mashq qilishimga qaror qildi. U yog'och qilichni meni 3-tug'ilgan kunim uchun oldi. Mashq qilish vaqti keldi. Chempion. Menda qiliching bor, kel. Endi men sizga nimani o'rgatganimni eslang. Nafas olish bilan ma'na oqimini boslang. Yuragingiz yoki o'pkangiz kabi sizning yadroyingiz ham boshqa organdir. Qiziq, ko'pchilik 4 yoshli bolalarga bu mavhum ko'rsatmalarni tushuntiradimi? Qani, menimcha siz buni qila olasiz. Men buni qilmagunimcha u meni to'xtatishimga ruxsat bermaydi va kechki ovqatdan oldin o'qish uchun ozgina vaqtim bor. O'chib ketdi. Zarba. Hozir o'qishga bora olamanmi? Ha, albatta, Art. Bu dunyodagi kuch sizning mana yadroingizning rangi bilan o'lchanadi. Tanangiz qoni va boshqa aralashmalarning mana yadrosini tashkil etuvchi mana zarralari bilan aralashishi natijasida mana yadrosi qora rangdan boshlanadi. Vaqt o'tishi bilan iflosliklar filtrlanganligi sababli mana yadrosi yanada toza bo'ladi. Rang turlari quyidagicha bo'ladi: qora, qizil, sabzi rang, sariq, kumush rang va oq bo'ladi. Har bir bosqich 3 ta turga bo'linadi: quyuq, qattiq va yorug'lik. Mana yadrosi qanchalik yengil bo'lsa, u shunchalik toza va katta kuchga ega. Artur, kechki ovqat vaqti. La'nati. Chaqaloq bu yerda yolg'iz vaqt o'tkaza olmaydimi? Yana qanday o'rganishim kerak? Azizam, o'ylaymanki, Artga munosib murabbiy topish vaqti keldi. 5-bobgacha azuchka qildim. Azuchka yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz, podpisatsiya qilamiz.
Ozgina tarjimasiga muammosi bor ekan. Po-moему, shunday kopirovka qilib qo'yilgan tarjimasi. Shu uchun judayam qiyin va til makillab qoladigan joylari bor. Agar xatoliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.